Bugungi darsimizda sizlar bilan firmaning bank hisob raqamini o'qish tartibini o'rganamiz. Hamma biladiki, yuridik shaxsning bank hisob raqami jami 20 ta raqamdan iborat bo'ladi va bu yerdagi raqamlarning har birining o'zining ma'nosi bor. Ya'ni hozir sizlar bilan uni qanday tartibda o'qish kerakligini va har bir raqam qanday ma'noni bildirishini ko'rib chiqamiz. Demak, biz tanlab olgan firmaning hisob raqami 2208 000 8 07 04 84 10 001. Ushbu hisob raqam mana shu hozirgi tartibda o'qilishi kerak bo'ladi. Va bu yerdagi aytib o'tilgan raqamlarning har birini bildiradigan ma'nosi bor. Masalan, firmaning bank hisob raqami birinchi 5 ta raqami bu 2208. Ya'ni bu raqam banklar uchun belgilangan hisob shotlari bo'ladi. Agarda bizning hisob raqamimiz yuridik shaxslar, bu ushbu 5 ta raqam balans shoti deb nomlanadi. Ya'ni agarda bizning hisob raqamimiz yuridik shaxsning hisob raqami bo'lsa, masalan, birinchi raqamimiz 2208. Ya'ni yuridik shaxslarning talab qilib olguncha saqlanadigan depozitlari turadi. Agarda sizda yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa, hisob raqamingizning birinchi raqami 20218 bilan boshlanadi. Yoki davlat korxonalari va tashkilotlarning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozit hisob raqamlari bu 20210 bilan belgilanadi. Agarda bu raqamlarning barchasini qo'lga kiritaman desangiz, quyidagi link orqali Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Demak, keyingi 3 ta raqamimiz bu valyuta kodi. Hisob raqamingiz qanday valyuta ekanligiga qarab qo'yiladigan kod. 000 raqami bilan belgilansa, bu albatta milliy valyuta hisob raqami bo'ladi. Agar sizning valyutangiz, ya'ni dollar hisob raqami bo'lsa, 840 raqami bilan belgilanadi. Agar hisob raqamingiz yevro hisob raqami bo'lsa, 978 raqami bilan belgilanadi. Keyingi raqamimiz, keyingi bir ta raqam bu 8, bu bank nazorat raqami hisoblanadi. Bu raqam bizga hisob raqamimizga bank tomonidan belgilanadi. Bizning bankimizning, ya'ni biz joylashgan bank filialining infosi o'zgartirilsa yoki hisob raqamini boshqa bir bankka ko'chiradigan bo'lsak, ushbu bank nazorat raqami kodi albatta o'zgaradi. Keyingi 8 ta raqam. Keyingi 8 ta raqam bu hisob raqamdagi eng asosiy raqamlardan biri hisoblanadi. Ya'ni bu o'zgarmas unikal kod hisoblanadi. Bu aynan bizning firma uchun belgilangan 8 ta raqam. Va ushbu 8 ta raqam unikal kod boshqa firmaning 8 ta unikal kod raqami bilan bir xil bo'lmaydi. Bu 8 ta raqam bizning birinchi ochgan hisob raqamimizda belgilanadi va qolgan barcha hisob raqamlarimizning ushbu unikal kod, ya'ni 8 ta raqami bir xil bo'ladi. Aynan bizning firmani hisob raqamini aniqlab olishimiz uchun mana shu 8 ta raqamdan foydalanamiz. Keyingi 3 ta raqam hisob raqamining tartib raqami. Bu raqam bizni nechinchi hisob raqam ekanligini bildiradi. Masalan, 001. Bu bizning asosiy, ya'ni birinchi hisob raqamimiz. Firma xohlagancha bankda xohlagancha hisob raqam ochishi mumkin. Lekin birinchi ochgan hisob raqami 001 bo'ladi, tartib raqami va bizning asosiy hisob raqam bo'ladi. Qolgan barcha hisob raqamlar bu ikkinchi darajali, ya'ni ikkilamchi hisob raqam bo'ladi. Masalan, keyingi hisob raqamimizni ochsak 002, undan keyingisi 003 bilan belgilanadi. Tartib raqami. Xo'sh, bank hisob raqam jami 20 ta raqamdan iborat bo'ladi va siz hisob raqamni qanday tartibda o'qish kerakligini bildingiz. Hisob raqamni ikkinchi bir shaxsga o'qib berayotganingizda quyidagi tartibda o'qishingiz kerak. Masalan, 2208 000 8 07 04 84 10. Keyin esa tartib raqami 001. Ya'ni telefon raqamni siz o'zingiz qanday tartibda o'qish kerakligini bilasiz. Hisob raqamni ham aynan o'qilish tartibi mavjud. Ikkinchi taraf bizni hisob raqamni eshitganda to'g'ri tushunib olish uchun hozirgi belgilangan tartibda o'qib berishimiz kerak bo'ladi.